Endi mana bunaqa taxtali devorlar, taxtali tomlar, taxtali xorlari davri o'tdi do'stlar. Hozir O'zbekistonda yangilik bo'layotgan. Eng asosiy do'stlar. Qaranglar, like qo'y videomizni, kommentga haqiqatmi yo'qmi kommentariyozlar. Taxtani davri o'tdi. O'tda yonmaydigan, suvda erimaydigan, ancha-muncha hech narsa bo'lmaydigan do'stlar, xarilarning narxi ekan do'stlar. Ya'ni konteynerda bilasizlar qanaqa mahsulot bo'ladi. Konteyner tomdan arzon do'stlar, birinchi qo'l do'stlar. Xor, keyin nimalar, tomga olib yeydigan xorilarni, lellarning narxlari necha bo'lyapti? Hozir mana Akmaljon akadan bilamiz. Akmaljon akami, Anvar akami. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzingmiz? Xo'p, aka, buni laga deydimi buni hozir? Bularimiz eshik boz. Aha. Ichiga laga ishlatilgan. Ha. Ichlariga o'sha 3/1 tagidan chiqadigan 4 mmli temir konteyner mahsulotlardan ishlatilgan. 1 metri hozirgi kunda bularning 1 metri 170 mingdan bo'lyapti. 170 ming. Eng uzuni necha metr bo'ladi? Uzuni 11.70 dan bo'ladi. 11.70 gacha naveska tomga bemalol qo'ysa bo'laveradi. Sekin-sekin ustoga qo'yib ishlatib ketilaveradi. Qarang, mashq holatda, yotqizgan holatda qo'yib turib, tepasiga g'ish-pish terib olsak ko'taraveradimi? Ko'taraveradi. Permichkalarga da Permichkaga ko'taraveradi. Permichkaga. Ko'taraveradi. Do'stlar, mana narxi 170 ming so'mdan boshlanadi. Eni nechi buni? Ya'ni 10 ga 15. Bular 50 santimetrdan. 50 santimetrdan do'stlar, xudo xolasa. Mana любой razmerdagi aytsalaring zakazga qilib berishadi. Eng asosiy do'stlar, xudo xolasa. Xo'p, bunimizni nima deydi? Firma bular 4 ga 4 dan qilingan. 1 metri hozirgi kunda 115 mingdan bez kraska holati chiqyapti. Klient holati talabiga qarab kraska ham qilib berilaveradi. Yo'l-yo'lakay kelishilaveradi ular. 1 metri bu. 1 metri 115 mingdan 14 metr joygacha bez ustun turishadi hozir. O'rnatishchi buni. O'rnatish ustanovka jarayonlarimiz ham bor. Kelishilgan holatda kvadratiga kelishiladi. Mana qarang. Metlar svarka qilinmayapti, ichki svarka qilinmayapti. Bu yerdaga hali qor-por bosib yopsa unaqa narsa bo'lmaydimi? Yo'q, garantiya beriladi. Bularning hammasini o'zining vazifasi bor-da. Bular 14 metrgacha tursa, 14 metrdan u yog'iga boshqa mahsulot ishlatiladi. Ha, boshqacha qilinadi. 20 metrdan keyin boshqa mahsulot ishlatiladi. Ha, metriga qarab. Ha, metriga qarab 34 metrgacha bez ustun konteyner mahsulotidan naves, skalat, qo'yxona, molxona hammasi yopilaveradi. Mana u nima deydi buni? Bular konteynerda lagasidan. Bu necha metr bu? Bular 12 metrli hozir bular bu holati 1 metr 170 mingdan to'g'ri keladi. 12 metr bir tomonda o'zi ekan-da bu. Ha. 12 metr. Katta ham bo'lsa kerak, yo'q 12 metr. Bular 22 metrgacha turaveradi bular. 22 metrgacha turaveradi. Yo'q, tushib ketmaydi. Do'stlar, mana operatorga like qo'yinglar, bechora. Shu bolani do'stlar, mana syomka qilaman deb kadr chiqaraman deb tepaga chiqdi do'stlar. Bular necha puldan bular? Bular 1 metr 170 mingdan. 170 ming. Bu ham 170 ming, bu ham 170. Yo'q, bular 115 ming bular. Ha, bular 115 mingdan. Ferma 115 ming, bunisi 170 ming so'mdan. Ha, 170 mingdan 1 metr. Endi qaysi birini ishlatgan yaxshi? Endi joyiga qarab-da, bular 14 metrgacha ko'taradi. Ha, bular 22 metrgacha turadi ular. Ha, bez ustun 22 metrgacha turadi. Demak, o'sha nimasiga qarab tushasiz bular. Tomni yopayotganda faqat tunuka yopadimi yo qalinroq shifrni ko'taradi? Shifr ham, tunuka ham qilinaveradi. U klientning o'zining istagiga bog'liq. Ha, puliga qarab qilib. Pulida farq qilmaydi. Zo'r. Xo'p, buni nima deydi mana bu narsani? Bularni qo'sh xora deydi. Ashta olib turavering, operator. Do'stlar, operator yaxshi olyaptimi, yo'qmi do'stlar? Hayotini xavfga tashlab turish, hali uylanmagan bechora. Ehtiyot bo'lsinlar, Operator malades, like qo'yib, kommentariy yozib qo'ying, yaxshi olayotgan bo'lsa. Buni nima deydi bunisini? Bularimizni qo'sh xora deydi. Hozirgi kunda misol hozir yeroyon nimalar chiqib ketdi-yu. Skalatlarga uzunligi 14 metrgacha bez ustunmi yo'q, menga aniq mana firmani ko'ryapti hozir. Xuddi mana shunaqa turaveradi. Bu hozir 70 ga to'qilgan. Mana bunda ustiga endi lombos qilib, to'sin bosib tashlashaveradi. 14 metrgacha turaveradi bu. 14 metr. Shamol-pomol uchib ketmaydi. Yo'q, mana turibdi katta. Bizda shamol kuchli bo'ladi. Shamol kuchli bo'ladi bizda. Necha yil bo'ldi buni qilganlaringga? 5-6 yildan beri turibdi. 5-6 yildan turibdi. Mana do'stlar, lagasini ham o'zlaridan ishlatishgan. Ya'ni ko'ryapsizlar, bitta laga u tomonga, aqab bitta temir shvel ishlashdi, bo'ldi. Ha, operatorimizga ovoz eshitilmayapti-ki, operator keling, endi pastga tushib olavering. Siz ham hali bitta bo'yda bolani nimasiga bering. Mashallah do'stlar. Siz naryadan o'yitib tushsizdan bo'laveradi, o'yitib qarang. Nimasi bor ekan ustida. Xo'p.
Buni uzunligi necha metr bo'ladi buni? Ikki qo'sh qorini. Bular o'sha joyga qarab qilinaveradi bular. Joyga qarab qilinadi. Bular ham mana xuddi konteynerimizda 6 ga 6si lagasidan ishlatilgan. Bu kres xori endi bu. 1 metr 220 mingdan chiqadi. Bular 10 metrgacha o'zi yakka xori bez ustun turaveradi. 10 metrga. 10 metrgacha bez ustun turaveradi. Zo'r. Do'stlar, xudo xolasa mana o'zlari ishlab chiqarishadi, kraska qilib berishadi. Hozir yana bitta joy do'konlar bor ekan, o'sha do'konni ham o'sha joyga ketamiz. Kim xora, lesa, nima uy qurilish qilayotganlarga do'stlar shuni mana shu videoni tashlab qo'yishingizdan chiqmasin. Xo'p, ketdingmi nari do'konga aka? Ketdik. Xo'p, bularimiz nima bu? Bularimiz mollarga atala qozon. Mol boqadiganlarga litr 250 litr Suv o'tmaydi. suv o'tmaydi. Tagiga 4 stenkali 850 mingdan donasi o'choq o'zi bilan. Bemalol ovqat qilib o'zidan olib nima qilaveradi? 250 litr sig'adi. Shu 10-15 ta mol boqadigan odamga 15 ta mol bor. yaxshi bo'lib qoldi hozir. Bularimiz o'sha mollarga oxir uzunligi 230. Bir donasi bu xom holati 280 mingdan bir donasi. Bir donasi. Bir donasi. Bu akalarimizga baliq boqadigan akalarimizga, ko'lchilarga, baliqchilarga o'sha karitasi o'zlarining qayig'i bular. Bir donasi hozir 1 million 200 mingdan bo'lyapti. Ichidagilari nima qilardi? O'zlari terib olishadi buni? Yo'q, zakotovkalarni qilib beriladi. Qilib beriladi. Qilib beriladi. Hozir yo'q ekanda masalan. Bularimiz shu qo'y oxirlar bular. Qo'y oxirlar. Donasi 240 mingdan. 240. Uzunligi 2 metr. Bularimiz yana o'sha molxona, qo'yxona, to'yxona, skalat, navest qiladigan akalarimizga, ular firmalarimiz 1 metr 130 mingdan. 1 metr 130 ming. Endi buni farqi haligi 4 ga 4 bo'lsa, bu 6 ga 4, ichi 4 ga 4 dan. Qalaligi mana bu yerda mana 2 stenka bo'ladi. 2 stenka bo'ladi. Haligi boya ko'rganlarimizga 1.8 edi. 1.8. 2 stenka. Xo'p. Yana nimalarimiz bor? Kantine mahsulotlarimiz bor, endi. Lagalarimiz bor. Hozirgi kunda aksariyat odam podvalli uy soladigan bo'lib ketdi. 4 metrgacha mana bular bez ustidan lo'pillamay turaveradi. Pilta bosmasdan arzonroq chiqadi. Ichida qovurg'asi bor. Bular donasi 90 mingdan. Arzonga taxta qotiraveradi. Shunday tepasiga taxta qotiraveradi. Pilta bosmasdan. Bular arzonroq varianti. Bular lekin endi 4 metrga turmaydi. 3 metrgacha turaveradi bular. Bir donasi bular 175 mingdan. 75 mingdan. Bularimiz o'sha naveslarimizga ishlaydi, stoykaliklar. 230 bo'ladi, uzunligi 240 mingdan hozirgi kunda. Bularimiz shu yana turbalar 150 talik, 300 talik baliqchi ko'lchakalarimizga ishlaydi bular. Bular donasi 80 metr 80 mingdan, bulardagi 320 mingdan. Bu nimasiga ishlaydi baliqchilar? Suv tortib ketadi endi, zakandan suv tortib chiqaryapti. Hozir hammasi oqma suv qolmadi-yu. Oqma suvni tortib. Zakandan bitta biz aylanib ketmaydimi? Yo'q, o'sha 10 yilga yetib beraveradi akalarga. Konteyner bo'lgancha mahsulotlar bo'ladi buni. Bularimiz yo'q. Firmalarni o'zimiz tayinlab olamiz deganlarga bu konteyner mahsulotlaridan hali 1170 mana bu firma mana ustakamiz to'qiyapti-yu. 1 metrini 170 mingdan hali boya ko'rsatib o'tib ketdik. Yo'q, bular o'zimiz to'qib olamiz, o'zimiz svarchiymiz degan odamlar ham chiqadi-da, ustalar ham. Donasi 650 mingdan hozirgi kunda. 650. Bir donasi. Mana bular chanalarimiz. Chanalar 520 mingdan hozirgi kunda to'sin o'rnida ishlatishyapti. To'sin o'rnida ishlatishyapti. 11 metrgacha. 11.70 bu ham. Bismillah. Firmalarimiz ko'rsatib qo'yamiz. Uzunligi 11.70, 1 metri 170 mingdan. Bu konteynerlarimiz shu xom holati. Misol, mana bu ham zakallar ustiga ko'prik qiladigan bo'ladigan bo'lsa, shu turaveradi bu ham. Lo'ppillamaydi, boshqa yurmaydi, bundan bilan. Mashina o'taveradi behijolat. Mashina ko'taraveradi. Mashina ko'taraveradi. Bir donasi 650 dollarga to'g'ri keladi. Mana shu turishi. Zo'r ekan, do'stlar, mana ko'prik qilaman deganlarga 650 dollarga do'stlar 11 metr do'stlar. Mana yuzasi holati. Bularimiz poltaxtalar. Uzunligi 2.40 bo'ladi, eniga 1.16 bo'ladi. Kvadrati 70 mingdan bir kvadrati. 115 minggacha holatiga qarab. Yaxshi nimasi, yangi sifatiga qarab, katta kichikligiga qarab. Mana nima bu ham shvelermi bu?
Bular kapali, teplistach akalarimizga ishlaydi bular. Teplistach akalarimiz 1 metr 18 mingdan. 1 metr 18 ming. 1 metr 18 mingdan. Bu yoqda nimalarimiz bor? Mana bularimiz 10 ga 15 deyiladi. Uzunligi 250. Uzunligi 250, qalinligi 4 mm bo'ladi. O'sha molxona, qo'yxona soladigan akalarga arzonroq variantda stoykalar bular. Necha puldan bular? Bular bir donasi 115 mingdan. Necha 220 bo'ladimi? 2 metr bo'ladi. 2,5 bo'ladi bular. Ha, 2,5 bo'ladi. Eshikdan chiqadi. Mana bular uzunligi 270 bo'ladi. Bular hali old tariqdagi akalarimizga tok qiladigan akalarga ishlaydi bular. Stoykalariga, nimalarga ishlatadi. Donasi necha pul bular? Donasi 60 mingdan. 60 ming so'mdan. Uzunligi 270 bo'ladi. Mana bularimiz shlaka blokchi akalarga paddon bo'ladi. Paddon bo'ladi. Bular hozirgi kunda 3 ta oyog'i bilan 32 mingdan to'g'ri kelyapti. O'zi qoqib oladi. Ha, o'zlari tayyorlab jo'natib olamiz. Hozir yana keyin g'izzavodlar, hali xitoyskiy g'izzavodlar chiqdi-ku. Biri 10 ga, biri 16 ishlatyapti. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor, tayyorlab beramiz ularni ham. Zo'r. O'sha paddonlardan tayyorlab beramiz. Listlar necha puldan listlar? Listlarimiz, tom listlarimiz bo'lyapti. 1 kvadrat hozirgi kunda 90 mingdan bo'lyapti. Yon listlarimiz ham 90 mingdan bo'lyapti. Konteynerning yon qismi, bu tom qismi. Do'stlar, biz Kamuterinda Telegram kanalda lokatsiyasini ham qoldirib qo'ydik. Laboyka degan Telegram kanalimiz bor. O'sha Telegram kanalga o'tsalaring do'stlar, telefon raqamlari ekranda turibdi. O'zlariga telefon qilsalaring ham lokatsiyani tashlab berishadi. Bemalol kelaversa. Xudo xolisi yo'q. Menga mana jihatdan kerak desalaring, dastavkasini pulini kelishadigan bo'lsalaring, pulini kartadan o'tkazib olsalaring, dastavkasini ham jo'natib yuborasizlar. Xuddi shunday. O'zbekiston bo'ylab. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, qurilish qilayotgan degan akalarga tashlab qo'yishingiz chiqmasin. Sog' bo'linglar.